Ana endi aytsam bo'ladi, mana shu joyigacha 23 ming bilan chiqib oldik tomgacha. Esingizda bo'lsa, ikkita katta uy orasida turdim, kichkina bo'lib qoldi bunisi. Misal kattaroq. Esingizda bo'lsa, shu joyni ham so'rayotdinglar, qancha xarajat ketyapti. Maydalab aytib o'tirmayman, umumiysiga mana shunaqa ketyapti. O'rtacha normalniy sifat bilan qilinganda o'zingizlar ham ko'rib bordinglar. Bitta narsani aytmoqchiman, mana shu uy qurilishida ham mashinaga o'xshab Matiz olmoqchi bo'lgan odamga nima deydi, Spark tavsiya qilishadi, ozgina qo'shsang, keyin yana ozgina qo'shsang mana bu bo'ladi, ozgina qo'shib yuborsang mana bunaqa bo'ladi deb, oxiri katta Malibumi qanaqa mashina o'shanga borib turibdi-da, haligi odam Matiz olmoqchi bo'lgan odam. Ozgina qo'shsang, anta kreditga ozgina joyini qo'shib to'lab olasan, bu narsalar yetib boryapti. O'zi Malibu haydab yuribdi, uni benziniga pul topolmagan. Xullas, demoqchi bo'layotganim, uyda ham xuddi shunaqa, ukalar. Shuning uchun imkon qadar planinglardan yaxshilab ekonomiy plan qilib olgandan keyin chiqmasinglarni tavsiya beraman. Imkon qadar o'sha plan bilan qilish kerak. To'g'ri, noqulay joylari bo'lishi mumkin, orada to'g'rilab ketasiz, boshqa narsa joylari bo'lib qolishi mumkin, to'g'rilab. Undan tashqari aytayapman, imkon qadar ozgina qo'shib bor, ozgina qo'shib bor. 100 ming so'm bilan uy oxirida o'sha 100 ming so'mlik joyingiz ham 2 ming $3 ming xarajat, qo'shimcha xarajat rol o'ynab qo'yishi mumkin. Fayzli xonadon egasi bo'linglar, salomat bo'linglar.